Eshilonlar turib 3 qavat uydan iborat ekan, umuman savdo o'tkazmas ekan. Binoni qaranglar, qanaqa chur. Barabar orqali. Do'stlar, biz bugungi videomizda challenge qilamiz. Challenge'da bitta o'zim bo'laman. Bugungi challenge'imiz qishloq topish. Ana. Chunki bitta qishloq topish juda ham qiyin. Masalarga hozir oson. Ключ generatsiyaga osinglar juda ham oson. Qishloq topasizlar bo'ladi. Ko'rdingizlar do'stlar, mana nezasizlar, nomerga yozasizlar, doполнениеga yozasizlar. Mana email nomerga borku, xohlaganlaringizni yozib tashlasanglar bo'laveradi. Ana, men temini ключ generatsiyaga kiraman. Mana shu yoqqa 3 ta 9 qilaman va kirib so'zliklarga eshitsam, men shu joyda paydo bo'laman. Bu joy bu qishloqda do'stlar. Ana qishloqda paydo bo'lasizlar. Hozir mana uning ichida bitta ishton, 5 ta nazarit, olmacha turadi. Shu narsalar bo'ladi. Va yana bitta kod bor. Do'stlar, bu juda ham zo'r kod. Agar sizlar o'chirmoqchi bo'lsanglar, mana buni udaringni bosasizlar. Mana kirasizlar, doполнениеga kirib, serverga borasizlar, xohlagan bo'ladi. 18 25 ni bosasizlar va guruhingizga layindagi tezlikni istaylar. Sizlar borku, mana shu joyda paydo bo'lasizlar. Yonlaringizda piramida bo'ladi. Faqat atak bu piramidada olmos bo'lmaydi. Ana bu piramidani po'lat varsagan bo'laveradi. Ana. Eshitma qilmay do'stlar, hozir sizlarga yana bir martalab ko'rsataman. Mana shu joyning yonida yana qishloqcha ham bor. Faqat bu qishloqda kompotni uyi bo'lmaydi. Shuning uchun chiqib turib. Bu dunyoni ham o'chiramiz. Va mana doполнениеga kirib, bitta zo'r narsa bor, starini yozib 3 ta 9 qilsanglar, kirganimizdan keyin bittada 2 ta qishloq bo'ladi do'stlar. Qumli qishlog'i bilan olovli qishloq, oddiy qishloq. Olovni o'chirib qo'ydik. Faqat bitta yomon tomonlari bor-da bu qishlog'imizni. Bu yer chegaralangan. Do'stlar, mana bu yer eski versiyaligi uchun chegaralanib qo'yadi. Agar starini kirib qo'ysanglar, bu joyga faqat ko'ragacha to'ylanib borsanglar bo'ladi. Agar sizlar bilmasanglar, mana nikom kom 12:20. Mana do'stlar, mana birinchi daraxt ko'raylik. Mana budrovgacha borganimizdan keyin boramiz va shu yoqqa borganimizda shunaqa joyda boramiz. Xonada suv bor ekan. Hozir sezib ko'ramiz, bilib ko'ramiz-da. Faqat nimadan chiqsa bo'lmaydi. Nimagadir o'yin buzilib qolganda, salpa buzilishni boshlayapti. Eski versiyalarning uchun yangi versiyalarni o'ynaganimiz yaxshiroq. Chunki eski versiya juda ham eskiligi uchun qatib ketishi mumkin. To'xtaylik, biz tekshirishimiz kerak edi. Bu joyni. Mana parametriga kirib, utilitsiyada buni bosamiz. Mana do'stlar, endi parametriga kirib, neyse do'stlar, mana
Hatta ham temirimiz ham bor ekan. Do'stlar, bu qishloqdan buqon chiqmaydi. Nihoyat do'stlar. Batta yangi narsalar bo'lishi mumkin. Batta oldinlari bo'lgandi. Shunaqa ishtonchalar. Qarang. Mana unga kiramiz, bularda ishtonimizni kiyib kayf qilib yuramiz. Kayf. Kompaniyada agar sizlar bilgan bo'lsalar, batta ikkita. Do'stlar, mana videom juda ham tez tugaydi. Chunki battam bo'shachalar. Men kuznetsman. Chunki men baribir ham kuznetsligimcha qolaman. Hamma sizlarga skin o'zgartirishni o'rgataman-da. Kiramiz. Mana bu yerda skilllar bor. Mana xohlagan skilllaringni tanlasanglar bo'ladi. Bitta faqat mana ularni olish salba internetga free-da. Bilmayman, mana xohlaganimizga kirib o'zgartirib olamiz. Yoki mana unga unda bo'lmish va manada o'zi nabord va bu mana bu Halloweenga, bu qishga bu o'rmon stihlari shunda bo'lish yaxshi. Nima stilda bo'lishni sho'raman. Давайте do'stlar. Do'stlar, men challenge-ni do'stlar, men o'zimni bir dona videoimda даже do'stlar bilan ulanishni o'rgataman. Do'stlar bilan ulanish juda ham qiyin bas. O'rgataman sizlarga. Bu juda qiyin basda. Buning uchun chiqib turish kerak. Va do'stlar, mana tegi bilasizlar mana narsani? Qani? Mana точка доступа. Shu mana точка доступа men hozir yo'qolmayman-da, Wi-Fi yo'q. Sabiylarni sakatdi. Yo'qolmayman-da. O'shanchalik. Ukam bilan shunda точка bilan ulanasizlar. Ulanganlaringdan keyin точка bilan nomerga kirib, filtrni yozasizlar. Serverlaringizni sizlar xohlaganini qo'yasizlar. IP adresga uylaring qayerda yashasizlaringni mana O'zbekiston O'zbekiston deganlaridan keyin yashash joylarini yozasizlar va kirib shu serverga videoni точкасini yo'qkan shu bosib oladi. Chunki точкasi terida, точкasi ulansa bo'lmaydi.